ustozlar, san'at tövkarlarimiz, shunaqla televizor ekrani oldidagi aziz qarindoshlar. Hammanglarning bosgan qadaminglarga marhaba. Ko'rayotganlar Şinjan televiziya stansiyasi, Şinjan Xuyi madaniyat taqdid shakli shirkati va shunaqla Şinjan Bug'ra madaniyat taqdid shakli shirkati birlik tuyushtirgan cho'ng tipdagi televiziya san'at programmasi Chin Güzel Ipak yo'li sadasi programmasining hal qilg'uch musobaqasi. Shimnori Biokat texnikasida Sultan zavodida ishlangan go'zallik bilan Chin Güzel kirim buyumlari barliq mayorlarga omad tilaydi. Bugun biz 1 yildan buyon taqozo bo'lgan minutlar yetib keldik. Ya'ni Ipak yo'li sadasi programmasining katta natijasi chiqish oldida turmoqda. Albatta, har bir mahirimizning chempion bo'lish fursati bor. Lekin programmamiz raqobat ustiga ega bo'lg'achqa tanlash va qo'shilishga majbur bo'ldik. Shu munosabat bilan programmamiz qatnashgan har bir mahirga oliy ehtiromimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga. Rahmat. Bu 1 yildan buyon Ipak yo'li sadasi programmasining ixlosmand ko'rmanlari, eng sodiq qo'llovchilari bu programmadagi 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi darajalik mukofotni zodi qaysi mahirlarning qo'liga oldiganligiga intayin qiziqsinayotgan edi. Bugun mana shu natijalar hammalarga ayon bo'ladi. Birinchi darajaga erishgan mahirni asal makoniy g'o'jida ishlab, sopta va aslini bozorga solgandan beri xalqimizning yoqtirib iste'mol qilishga erishgan G'o'ja Paltil musulmon yemak ishlab chiqarish shirkati 200 ming yuan qiymatidagi Toyota markali avtomobil bilan topshilaydi. Ikkinchi darajaga erishgan mahirni uzoq yillik tadqiqot natijasi bilan diyorimizda tunji bo'lib Qutyor markasiga a'lo sifatli savdosi ishlab chiqarib, xalqimizning yoqtirib iste'mol qilishi va ishonchiga erishgan Urumchi Qutyor fan texnik taraqqiyot shirkati 150 ming yuan qiymatidagi Toyota markali avtomobil bilan topshilaydi. Uchinchi darajalik mukofot bo'lsa, Uyg'ur tibobatchilikda belgilik o'sish hosil qilgan kinora mablag'chiligi arqon mahsulotlari ta'minlagan 100 ming yuan qiymatidagi Toyota markali avtomobil. To'rtinchi darajalik mukofotimiz bo'lsa, xalqimiz milliy kiyimchiligining namoyandasi bo'lgan Şinjan Mo'tvar xalqaro so'chak shirkati Azuq kiyimchiligi ta'minlagan 50 ming yuan qiymatidagi Toyota markali avtomobil. Shundaqla bizning bugungi programmamizga bu katta mukofotlarni ta'minlovchi korxonalarimizning direktorlarimi qadam tashrif qildi. Sizlarni qizg'in qarshi olamiz. Xo'sh, undaqda navbatda qizg'in olqi sadolarimiz bilan Abdulla sahnasidagi qarindoshlarimizni sahnamizga taklif etamiz. Qani, marhamat. Şaşıgın Allah yey, kutlu sigitke başıgın yalnız. Argamak tek şaşıgın Allah yey, kutlu sigitke başıgın yalnız. Hak versin imme sana Allah yey, Ağlavandın aşıgın yalnız. Kanat versin imme sana Allah yey, Ağdavandın aşıgın yalnız. Göksün acızın Allah yey, Yanıdı meşer küzüp yalnız. Kademgen durup Allah yey, Hariyindimiz açkan giden yalnız.
muqaddamga turib Allah ey tariximda bo'z ochgan idim ya do'st Elgi sadık mert yigit Allah ey yollar bul açan idim ya do'st Elgi sadık mert yigit Allah ey yollar bul açan idim ya do'st Göksin acizim Allah ey yandı meşel kızım ya do'st Jamraq muqam ya do'st Naqshan gujur bo'ldi jahon ya do'st Olsa yangraq muqam ya do'st Naqshan gujur bo'ldi jahon ya do'st Hurmas to'g'raqlaring Allah ey u aman sen bu aman ya do'st Hurmas to'g'raqlaring Allah ey aman sen bu aman ya do'st Sen güzel ateşlava yaptın bulup köydürsen Sen güzel ateşlava yaptın bulup köydürsen Teknolokan gülü sen çölge vafa geldürsen Teknolokan gülü sen çölge vafa geldürsen Amırgın meşreflerim çalda pravap kalın yine Amırgın meşreflerim çalda pravap kalın yine Daksız kaldım ras oğlum samada gülmene Daksız kaldım rasa Bugun hal qilg'ish musobaqasida sizlarni ko'rib intayin xursand bo'ldik. Sizlarning mardona qadamlaringlar Ipak yo'lini bo'ylab oxir bizningki hal qilg'ish musobaqa maydonimizga yetib keldi. Qani Abdulla Abdurim apandim, sizning qanday yurak so'zlaringiz bor? Anglab boqaydi. Assalomu alaykum naq maydondagi barliq ustozlar, savodashlar, qadimlarga marhaba. Biz her bir gruppadan 32'den savodashni o'zimizning sepiga qo'shib, ta bugungi kungacha qisqagina bir yil ichida o'zimizning chamimizdan yetishicha o'quvchilarimizga, savodashlarimizga ajr mehnat qildik. Albatta bu yetarli emas. Bu o'z navbatida yolg'iz bir musobaqa emas. Mening qarshimda Ipak yo'li sadasi, xush ovozlar saynasi, keng qarindoshlarimizning, ya'ni o'z jamoatimizning xotirjam holda Kashtifatda bir yerimdan o'tirib, bola chaqisi bilan, ota-onasi bilan tomosha etadigan sog'lom bir san'at programmasi. Buningda o'quvchilarimizning talantini namoyon qilish nuqulli ish emas. Bunun yana nurg'un maqsad muddaolar yushirilgan. Balkim qarindoshlarimizmi shu qisqa bir yil ichida bayqagan bo'lishi mumkin. Biz tirishdik. Shaxsan men shu jarayondan huzurlanaman. Bugun qaysi guruhdan bo'lsin, mayli Mahmud apandi guruhidagi Zoir Shoh, mayli Erkin guruhidagi Erkin yoki Salim Nurnisa guruhidagi Mansurjon yoki mening guruhimdagi Yusufjon bo'lsin, shu 4 farzandimizning naqshlari, aytgan kuylari bizning qarindoshlarimizga arzisili bo'ldi. Abdulla apandimninki chiroyli tilaklarga, yurak so'zlariga tashakkurimizni bildiramiz. Qani Yusufjon, o'naqda amdidagi minutlarda ustozingizga va yoki ekran oldidagi sizni qo'llayotgan ko'rmanlarga deydigan qanday yurak so'zlaringiz bor? Ustozimning kutgan umidini yad qo'ymsam, menga bilingan naqshini yaxshi voyaga yetkazib o'rnatmasam, men shundan xush. Rahmat. Rahmat. O'naqda biz Abdulla sahnasidagi qiyrinishimizga katta omadlarni tilaymiz. Qani ustoz,
Aramağaştırın Yusufcan tayyorluğunuzu başlayın. Abdullah Efendim'nin her bir kademiga bereketler tilaymiz. İpek Yılı Sadası programımızın bir tal Kızılgülü Nurnisa Abbas Hanım'ni öz şagirti bilen sahnimizge teklif etimiz. Hayatım bular zalim Yerler akar şişir Bir insan Tunuştum tunuş bolğan hemmiga O kim desem O menin anam O kim desem vay O senin anam Sabırlık müşkül gelmeden O kim desem vay O benim anam O kim desem vay O senin anan Kim tümne Allah'a onu yalaydı Kim Kim yener mehirlik onun ebed O kim desem vay O benim anam O kim desem vay O senin anan O kim desem vay O benim anam Nurnisa Ustaz, mush minutlarda sizning o'quvchingiz Mansurga deydigan qanday tilak so'zlaringiz bor? Birlikda anglab qolsak bo'lamdi. Muhtaram ustozlar, biz uchun eng yaxshi tilaklarni tilayotgan, bizdan zo'r umidlarni kutayotgan aziz tomoshabinlarimiz, suyimli savodashlar. İpek Yılı Sadası xush ovozlar programmasidagi Nur sahnasidan G'albi do'ldo'lig'i minmoqchi bo'lib, ko'kda parvoz qilishni taqozolik bilan kutayotgan Mansur Ahmaddan. Hammalarga Nurnisa Abbasdan yalqinli salom. Rahmat. Televizor ekrani oldidagi aziz ko'ruvchilar, ham shundaqlar mushada o'tagan barliq ustozlarning, qora ko'zlarning adil bahosi Mansur Ahmadga yor bo'lsin. Rahmat. Tilaklaringizdan to'liq xursand bo'ldik, Nurnisa Abbas xonim. Xo'sh, Mansur, sizning ustozingiz Nurnisa Abbas xonimga deydigan qanday va'dalaringiz bor? Ustozim haqiqatan jabha chekdi. Ayol kishi bo'lsa-mu, o'sha ustoz o'rnida Abdullah Ibrahim ustozimiz, Mahmud Sulaymon ustozimiz, Akin Abdullah ustozimiz bilan tang birlikda tang turali deb o'ylayman o'zimcha. Rahmat. Rahmat. Savodashlarniki umidini yerda qo'ymayman. Rahmat. Ishkilanlarning ko'ngil so'zlarini anglab o'tdik. Unda bo'lsa, xo'sh, Nurnisa Abbas xonim hurmat taxtiga
qadam bosgan bo'lsangiz. Xo'sh, Mansur sizmi? Tayyorligingizni qutlu qiling. Bo'ldi, sizga omad qutlay yor bo'lsin. Navbatda bizning sahnamizda Birodarlar guruhi. Bir yürek var Utunda Köyüp yürüyüp Kül bolgan Bir cükküz var Kanca derya Kül bulgan Şu yürekte beni aldığımdan Xo'sh, Erkin ustoz, sizning navbatdagi hissiyotingizni anglab o'tgach, shogirdingiz Erkin deydigan qandaq tilaklaringiz bor? İpek Yolu Sadası programması arkalık nurgun yaxşı, naqşçı dostlarımız bilan tanışıp olduk.
Mana hozir yenidan yozgan ijodiy naqshamdan ikki erkin bir oldu, quloqlari dim oldu deb bir naqshimizni maqsadimki birlashtirib sundik. Musobaqaningki oxirgi bosqichlari kelyapti va meningki umidim erkinninki birodarlar guruhiga vakolatdan birodarlar guruhininki ko'ngildagi melodiya, ko'ngildagi ritm, ko'ngildagi hissiyotlarni erkin vakolatdan xalqimizga yetkazsa degan umidda eng oxirida Ipak yo'li sadosi orqali bizning san'at beg'imizda nurg'unlagan o'xshamagan praktiki gullar san'at beg'imizda ishlanyotdi. Hammalarga qutlug'lar bo'lsin, salomatliklar bo'lsin. Rahmat. Rahmat. Xo'sh, shagird Erkin, sizning mushtabdagi yurak so'zingizni bir anglab boqaylik. Bizning birodarlar guruhisidagi barliq saboqdoshlarning ro'yini men naqsh orqali do'stlarimizga, xalqimizga yetkazman. Rahmat. Allo, rahmat. Nafisa. Ustoz Erkin apandim hurmat taxtiga qadam bosgan bo'lsangiz. Erkin, sizmi tayyorlig'ingizni puxta qiling. Puxtaqomat yor bo'lsin. Birinchi darajalik mukofotimiz G'ulji Paktil musulmon yemeklik ishlab chiqarish shirkati ta'minlagan 200 ming yuan qiymatidagi Toyota markali avtomobil. Navbatda sahnamizda rivoyat korpusi. Ömür günüm uzun, sen fakat gülir ana, gülir ana. Yüreğim sen, suygün senle ben. Rana gülüm, gülün ana. Şekerim sen, lerlerin şerbet. Rana gülüm, gülün ana. Şekerim sen, lerlerin şerbet. Şamallarga küyleymen seni. Tebrik etsin seni keng cihan. Gazallarda küyleymen seni. Seni sakladı gülir ana, gülir
Levlerin şerbet Rana gülüm Gelir ana Cananım sen özüm Bir ömür yarım Yarim Bulume Sizlarni qarshi olamiz. Bugungi hal qilg'ush musobaqada sizlarning ko'taranki ro'yi holtinglarni ko'rib, intayin xush bo'ldik. Mahmud Sulaymon apandim, qanday tilak so'zlaringiz bor? Mushu Ipak yo'li programmasiga qatnashayotgan barliq mahirlarimiz, mayli do'stim Abdulla gruppasida bo'lsin, singlim Nurnisa gruppasida bo'lsin, mayli inim Erkin gruppasida bo'lsin, hammasi mening jon parim, jon jigirim, o'quvchilarim deb hisoblayman. Çünkü İpek Yolu Sadası programması yaşlarımızga bir yol içberdi. Bu yaşlarımızı bugünkü zaman her millet Nakşi senediden ki bir dağdam yoluğa başlap girdi. Bu şu programda tanlanan tüm mayır inimizga galbi tileymen. Galbi sizlerge mensup. Rahmat ustoz. Zahir Şah. Qanday va'dalaringiz bor? Ustozningki, barliq ustozlarningki biz uchun singdirgan jafosi uchun bo'lsin, cho'qim eng yaxshi ifodamiz bilan yaxshi natija olishga tirishimiz. Rahmat, biz bu rivoyat guruhininki bosgan qadamlariga barakatlar tilaymiz. Bunaqa Zoir Shoh tayyorligingizni qilg'ash turing. Mahmud ustoz, qani taxtingizda o'tirib oling. Qadrli do'stlar, biz bugungi chempionlikni talish musobaqamizning odil, barobar, haqqoniy bo'lishi uchun bilet tashlash huquqini sizlarga o'tinib berdik. Ya'ni shu topda sahna to'yinida bizniki eng suyimli mehmonlarimiz o'tiribdi. Oldi bilan birinchi ratda o'tirgan 20 nafar Abdunum rayonimizning adabiyot san'at ishlaridagi eng nufuzli mutaxassislarimizni qizg'in qarshi olamiz. Mana shu 20 nafar mutaxassisimizning har birining qo'lida birdan bilet bor. Bu bir bilet 2 nomerga vakillik qiladi. Undan boshqa programmamizni izchil turda qo'llab kelayotgan xalq ommasi, taratqular vakili va shunaqla adabiyot san'atchilar vakili. Undan boshqa korxonchilar vakilimi 2-3 ratda jami 43 nafar bo'lib taqoldi. Sizlarni qarshi olamiz. Bizning bu aziz mehmonlarimizning har birining qo'lida birdan bilet bor. Bu faqat bir nomerga vakillik qiladi. Oxirida jami 83 nomer bizningki mahirlarimizga qo'yildi. Xo'sh, undaq bo'lsa, biz navbatda qizg'in olqish sadolarimiz bilan 4 nafar mahirimizni sahnimizga taklif etamiz. Naqmaydondagi qizg'in tomoshabinlar, ekran oldidagi aziz ko'rmanlar. Mana sizlar ko'rgandek shu topda mening o'ng va so'l yonimdagi jami 4 nafar polvon bu sahnada kuch ilishidi. Shunaqla ularningki kuch sinishi natijasida 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi darajalik mahirlarimiz ro'yobga chiqdi. Buni biz yana o'xshashla bugungi musobaqamizning adil bo'lishi uchun chek tortish usuli orqali mahirlarimizning tartibini bekitamiz. Qani, oldi bilan Zoir Shoh, sizning qo'lingiznikini ko'rib boqaylik. 3-chi nomer. Zoir Shoh 3-chi bo'lib bayga tushdi. Erkin. Erkin 1-chi bo'lib musobaqaga tushdi ekan. Xo'sh, Mansur 2-chi bo'lib musobaqaga tushdi. Natija ayon bo'ldi. Shuna qolganda Yusufjon 4-chi bo'lib musobaqaga tushdi. Hamsa, qolgan mahirlarimiz tuyangi tushib tayyorlik qilib turaylik. 1-chi bo'lib musobaqaga tushgan mahirimiz Erkin kelib keladi. Undaqda İpek Yolu Sadası programmasının hal qilg'ush musobaqasi hozir boshlandi.
Özüge kul bəzilər Buradarlar gruppası 32'den 16'ga, 16'dan 8'ga, 8'den 4'ga, 4'den birga kirish jarayonida xuddi kuch ulab yugurish musobaqasiga o'xshash mikrofon birodarlar gruppasiga har bir mayirning qo'ldan qo'lga o'tib eng oxirida erkinlik qo'lga markazlashdi. Bu ketim ben şu erkin malımdaki taklif bo'yicha erkin malımdan tutgan uslubidagi jaz uslub, kalamunga uslub, mushu uslublarda o'zimizning naqshlarini mushu uslub silib o'rindab chiqmoqchiman. Men o'ylayman natija bek muhim emas. Lekin erkin malımның tarbiyasi ostidagi erkin malımның ideyasini mush xalqimizga yaxshi ovoz bilan yetkazib bersak, meniki eng cho'ng qalbimda. Asosiy maqsadimiz qarindoshlarimizga bir yenicha naqshlarni shu ipak yo'li sadasi orqali xalqimizga sunib olsak, hammalarniki bir hodi xush qildi. Men bu qitimliq musobaqada naqshini o'zimning ovozidan emas, yurgim bilan aytaman. Şirin tendin canlı Allah Osma koydan kız valla Ay kız valla Onunla oynasın valla Ay kız valla
Çin Nuri Biyopen Teknikisi Sultan Zavut'un işlengen güzellik yemin Çin güzel grim buyumları mahirlarga omed tilaydi. Hammamizda hayajon selayotganmish minutlarda sahnaga chiqib o'z iqtidorini namoyon qilgan mahirimiz bo'lsa, Nur sahnasidan Mansur Ahmad. Sahnasidan Mansur Ahmadning 31 o'quvchimning mehr muhabbatini, o'ziga bo'lgan ishonchisini, ham shundaqla ulug' arzu armonlarini elib Nur sahnasida cho'lpon yulduz bo'lib parlaganligini oldi bilan qizg'in tabriklayman. Ben Nur sahnasidagi savollashlarimning hamda ustozimning umidini yerda qo'ymayman. Mansur Ahmadniki alayidligi milliycha bizniki o'zimizning Uyg'ur Janub Shimol ahanglarini aytib qolmasdan balki ommabop usuldagi naqshlarni xeyli voyaga yetkazib aytadi. Mumkindan besim bek yuqori, ammo men bu usullarni yengib chiqishga qattiq kirishman. Bugungi xush ovozni Nur sahnasidan izlang. Bugun sahnada Nur Gulsuva galdan yana bir qatim Nur taqdiman.
etmedi vay şu almuradım niye vay ilaymen yaxşı kelle yanman ey qol diyen eyleyin vay qol diyen eyleyin. Növbətdə səhnimizdə Rivayet Qrupsdan Zahir Şah Ablamut. Ayrimizdan Zahir Şah Ablamet Rivayet Grupsidan çempion bulup asas el qilg'ich musobaqa tanlandi. Inimiz Zahir Şahni chin yurgundan tabriklayman. Muborak bo'lsin. El qilg'ich musobaqaga qatnashish uchun tayyorlagan naqshlarimiz endi bir qadar cho'ngroq naqshlar, ya'ni shunga bu naqshlarniki qiyinlik darajasi bir qadar yuqori, ham yuqori mahorat talab qiladi. Zahir Şahga bo'lgan talab yuqori. Men bugungi sahnada Rivayet Grups uchun chuqur rivoyat iz qoldirdim. Dertlerini bilmey turib meni dertsiz demeyinsen şartlarını bilmey turib meni şartsız demeyinsen gönllerini yemey turib meni gamsiz demeyinsen meni gamsiz demeyinsen ah meni gamsiz demeyinsen kalbimde sen her gece itmen yar yar akşamda senin hıyallarım sen ben kalbimde bilmey turib meni dertsiz demeyinsen şartlarını bilmey turib meni şartsız demeyinsen meni şartsız demeyinsen ah meni şartsız demeyinsen her gece itmen yar yar
Növbətdə səhnəmizdə Abdullah Qurupsdan Yusufcan Micid. Bir neçə qatımlıq çoğ müsabaqalardan keyin Abdullah Qurupsiniki, yəni Abdullah sahnesindeki 32 nəfər yaxşı oquvchilarimizning ichidan tanlanib Yusufcan eng oxirgi hal qiluvchi musobaqa qatnashish olib turyapti. Buna İpek Yol Sadasi programmasi başladı hozirga qadar men 31 birodarimning umid orzusi bilan shu yerga keldim. Oldimizda hal qiluvchi musobaqa turibdi. Bu jarayonda mashqlar boshqa bosqich musobaqalardan kuchliroq bo'ladi. Ustozim Abdullah bilan bu jihatda talabni qattiq qo'yib, burungi naqshlarga o'xshamaydigan qiyinlik darajasi yuqori bo'lgan klassik naqshlarni bo'ldi bu qadim. Yusufcan, umidimiz senda. Ustozim bir yil jarayonida menga ozolmagan ta'limlarni, ozolmagan kuchlarni chiqardi. Men hatto 3 yil shu san'at institutida o'qigandan bekroq naqsh jihati ta'lim oldim desam bo'ldi ustozimdan. Oxirgi musobaqada yaxshi natijani qo'lga keltirishni tilakdoshmiz. Bugungi sahnada klassik kuylarimiz men orqali judolanmoqchi. Desti ara mecnun mininde körmüş devran koyundek her zamandır görmegen sevda bu cununum gamlame vay malamet berdek bayan Tönümde yür üzüm rencür kimden nakıb alınca Tünüm lalu tünüm bihan içim efgan İçim efgan Sri Seyfu der
Sızım dişe Neyfumi hikmet endişe Zelulu bir zerru saman katili حنجري اجرا واي divanımdım pelakam ki vay sürüşkimdin cihan rengi ni derdim otuna teskinli ecri ni ecrim derdi ve derman Beşimden taşıdın fareyi Tenim hecru kıdın yareyi Kümül bu yarga çareyi Taparga tap bin inkar Gözüm nemli, uyum kanlı İşimden dur ilmatemli Nihemdenlik nimetemlik kibir dolu Mihneti pinhan Hemen vali tabayım değil Vay hemahi sübigahim Emo tuttu da ayımdın kararı Kararıp külli efsan Nevai bolsun mihnet köpşekül Cami Niçe bulsa seubet köp bulur vehdet mi asan Aya derdim bir
diye aya cemali görmey yarmey güller uşaymey yakan niye çakiye diye eylisem feryat ecep juanlar akameti kemşade yukkan suney kuzusun abu çerkin aşadey yare aya cemalim görmey yarmey güller uşaymeney yahu yarey ya Mevlan ey kadir kuda imeyey hiç benden niyem baktini ey harap eylmey Shunday qarindoshlar, programmamizning birinchi bosqichdagi kishini jiddiylashtiridigan minutlar yetib keldi. Bu musobaqa intayin keskin davomlashadi. Endi navbatda biz qizg'in olqishlarimiz bilan yuqoridagi 4 nafar bayirimizni sahnimizga taklif etamiz. Mahirlarimiz yuqorida birinchi bosqichdagi mahoratini namoyon qilib bo'ldi. Endi bizningki 63 nafar eng suyumli, eng aziz mehmonlarimizdan o'zining rolini joriy qildiradigan minutlar yetib keldi. Navbatda bizniki birinchi ratda o'tirgan avtonom rayonimizning adabiyot san'at ishlaridagi nopozliq mutaxassislarimizni, san'atkorlarimizni, mahirlarimizga bilet tashlashga taklif etamiz. Bizning ustozlarimiz, mutaxassislarimiz qo'lidagi biletga faqat va faqat bir mahirning ismini yozishga bo'ladi. Endi u vaqtda bilet tashlash boshlanib ketsa. Biz bugungi bilet tashlash bosqichimizning odil, haqqoniy bo'lishi uchun Xinjiang hukumat guvoh o'rnidan Aynur Tursun bilan Duldor Erkinni alayda taklif qildik. Sizlarni qarshi olamiz. Qani undaqda bizning guvohchilarimizni bilet tashlash sanduqining yoniga taklif qilib olsak. Qarindoshlar, hozir mening so'l tarafimda to'g'ini Yusufjon. Ya'ni Abdullah sahnasidan kelgan qarindoshimiz Yusufjon. Zoirshah rivoyat guruhining mohiri. Erkin, Birodarlar guruhining mahiri. Mansur, Nur guruhining mahiri. Mana 4 nafar mahirimizga andidan boshlab biz o'zimizning yoqtirganimiz bo'yicha bilet tashlaymiz. Oldi bilan birinchi ratdagi adabiyot san'at sohasidagi mutaxassislarimizni mahirlarimizga bilet tashlashga taklif qilamiz. Yana bir qatam eng qizg'in olqi sadolarimiz bilan 2-3 ratdagi har qaysi xalq ommasi vakili, paradqo'lar vakillari va shunaqla san'atchilar hamda korxonchilar vakillarini mahirlarimizga bilet tashlashga taklif qilamiz. Qani, marhamat. Rahmat ustozlar, rahmat kasbdoshlar, qarindoshlar, qo'llug'uchilar. Biz navbatda Xinjiang hukumat guvoh o'rniga kelgan xodimlarning nomerini hisoblab berishga taklif qilamiz. Chinuri biofan texnikasida Sulton zavodida ishlangan go'zallik bilan Chingizal grim buyumlari barliq mahirlarga omad tilaydi.
Programmamiz yana 2015-yil tantanli holda bozorga selingan RAV 4 avtomobilimi alayda qo'llagan. Programmamiz yana har minut har daqiqa ko'zni chaqnatadigan turmushingizni texnik izlashtiradigan birinchi avtomobil zavodi ishlab chiqargan Corolla avtomobilimi alayda qo'llagan. Bu programmamizni davlat darajalik ekologik rayon Kaltunaya tog' bag'riga joylashgan tabiiy un ishlab chiqaradigan Al Nuri unchiligi alayda talab qildi. Bu programmamizni yana samimiy sherikli Malayziyadan import qilgan beyata erkaklar quvvat ichimlikimi alayda talab qildi. Hozir numur hisoblash intayin keskin, jiddiy davomlashyapti. Biz mahirlarimizga omadlar tilaymiz. Naq maydondagi tomoshabinlar, ekran oldidagi aziz ko'rmanlar, shu topda bizning birinchi bosqichdagi numurlarni jamlab bo'ldik. Endi biz Xinjiang hukumat guvohlik o'rnidagi xizmatchi xodimlarni jamlangan numurlarni sahnaga olib chiqishga taklif qilamiz. Qani, marhamat. Rahmat sizga, hormag'aysiz. Navbatda yana bir qatam eng qizg'in olqi sadolarimiz bilan Xinjiang Bug'ra madaniyat taqdis chekish sherikatining direktori, Ipak yo'li sadosi programmasining film ishlovchisi Ahmadjon Xelil apandimni natijani e'lon qilishga taklif qilamiz. Yusufcan Mücet, 50 numara. Zahir Şah Abdülmet, 25 numara. Erkin Abduriyem, 7 numara. Mansur Ahmet, 1 numara. Hozir birinchi bosqichdagi natija e'lon qilindi. Biz 50 numar bilan oltin fursatga erishgan Yusufjonni keyingi bosqich musobaqalarga tayyorlik ko'rishga taklif qilamiz. Qani, bosqichlarga tayyorligimiz boshlanib ketsin. O'xshashlar natijasi 2-3 o'rinda turgan Zoir Shah bilan Erkin keyingi bosqichga tayyorlik ko'rsin. Qani, marhamat. Ahmadjon apandim. Mana sizningki e'lon qilishingiz bilan Ipak yo'li sadosi programmasininki 4-darajalik mukofotiga erishgan mohirimiz ko'z oldimizda namoyon bo'lib turibdi. Oldi bilan Mansurni qutlaymiz. Muborak bo'lsin Mansur. Amaliyotda bugungi natija biz uchun unchalik muhim emas. Ipak yo'li sadosi programmasida o'zining eng yangroq ovozini yangrtib bizningki mayliqimiz va qayliqimizni qo'lga keltirishning o'zi siz uchun katta inom bo'lgan edi. Sizni qutlaymiz. Qani undaqda birlikda Ipak yo'li sadosi programmasining film ishlovchisi Ahmadjon apandimning yurak so'zlariga quloq solaylik. Men oldi bilan shirkatimizga vakolatan programmamizni yaqindan qo'llab kelayotgan aziz xalqimizga oliy salomimni yo'llayman. Shundaqla programmamizning ro'yobga chiqish uchun yaqinda yordamda bo'lgan Abdumroyillik partiya komiteti tashviqot bilimi, Abdumroyillik radio, kino, televiziya, axborot nashriyat idorasi, Xinjiang televiziya stansiyasi, shundaqla Xuyi To'rga alohida rahmatimni bildiraman. Programmamizda qatnashayotgan 4 muhtaram ustoz, shundaqla har qaysi mahirlarga bir yildan beri ko'p jafo chekdinglar. Sizlarga chin qalbimdan rahmat aytaman. Eng oxirida bugun mushak qadam tashrif qilgan har qaysi mutaxassislarga, korxonchi vakillariga, omma vakillariga chin qalbimdan rahmatimni bildiraman. Bundan keyin Xinjiang Bug'ra madaniyat tarqatish cheklak shirkatimiz rayonimizning madaniyat san'at ishlariningki sog'lom taraqqiy qilish uchun bir kishilik to'pimizni ketishga tayyor turibmiz. Mehmonlarga rahmat. Rahmat Ahmadjon apandim. Endi biz Ahmadjon apandimni Xinjiang Bug'ra madaniyat taqdis chekish sherikati shunaqla Xinjiang televiziya stansiyasi Ipak yo'li sadosi programma guruhiga vakolatan Mansurga sharaf guvohnomasi berishga taklif qilamiz. Rahmat. Muborak bo'lsin Mansur. Sizni qutlaymiz. Mansurni yana Xinjiang Mo'tvar xalqaro sud chekish sherikati Alzoq kiyimchiligi 50 million qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. Muborak bo'lsin. Qulluq qarindoshlar undaqda qizg'in olq sadolar bilan Mansurni ustozlar bilan qo'shilishga taklif qilamiz. Qani.
Mansurning nur sahnasining bayrog'i va saboqdoshlarining orzusini ilib, bugungi bu go'zal oqshomda o'z karomatini ko'rsatganligiga ofirin aytamiz. Buningdan keyingi san'at hayotingiz texmi xayrli bo'lsin, Mansur. Növbətdə biz yana bir qatam ən qızğın alqış sadalarımız bilan proqramımızdakı həməylərə tanışlıq bolğan Xarı Gözlərini, yəni proqramımızdakı 16 kişilik qatarına kirgan mahirni səhnimizə təklif etimiz. Qeyrindaşlar, şu tapda səhnədə, yəni bugünkü bu yığılışımızda İpek Yılı Sadası programısının 16 küçükler qatarına kirgen 12 nefər mahirimiz turuptu. Qalan tötü biz bugün hal qılğış müsabiqəsinin maharetini körüp atqan xeyirdaşlarımız hesaplandı. Odaqda növbətdə biz qızğın alqış sadalarımız bilan G'olji Paktul Musulmon Chemeklik ishlab chiqarish şirkatining direktori, Urumchi Qutyar Pan-texnika taraqqiyot shirkatining direktori, Kinara mablag'chiligining direktori, Shinjong Mo'tvar xalqaro sud shirkatining direktori, Yasin Muqbil apandim, Abdiz Shakir apandim, Dilmurod Tursun apandim, Ablaq Avomuslim apandim, Baxtiyor Abduvayt apandim, Abdikim Ro'za apandim, Qurbanjon Hid apandimni bularga sharaf guvohnomasi taqib berishga taklif etamiz. Qani sahnimizga marhamat. Rahmat ustozlar. O'xshashda biz yana bizning mahirlarimizga mukofot buyumi ta'min etgan Shinjong Muallim elektron fan-texnika cheklik shirkatiga rahmatimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga. Biz Ipak Yılı Sadası programmasida o'zining tirishchanligi bilan 16 kuchli qatorga kirgan mahirlarimizni qutlaymiz. Rahmat sizlarga. Hurmatli ko'rurman do'stlar. Bu son Ipak Yılı Sadası programmamiz vaqt e'tibori bilan mishada oyoqlashdi. Kelar sondagi sarxil mazmunlar yanada o'z vaqtida huzuringlarda bo'ladi.